Bandani Allohga yaqinlashtiradigan amallardan biri shubhasiz bir musulmonni xursand qilishlikdir. Agar xursand qilingan kishi yetim bola bo'lsa, buning ajri yana ham kattaroq bo'ladi. Bugun 2025-yil 5-yanvar bizga yetib kelgan $3100 miqdoridagi yetimlarga kafillik pullarini tarqatamiz. Ushbu pullar Imom Buxoriy vaqfi orqali bizga $1200 yuborgan Abdul Rahman birodarimiz, $600 yuborgan Hamza Ixlos, $300 yuborgan Abu Xolid, $200 yuborgan Abu Umar, $200 yuborgan Abu Hadicha va oilasi va $200 yuborgan Ummu Abdulbori, $200 yuborgan Istanbuldan bir kishi va yana $200 yuborgan o'zbekistonlik birodarlar tomonidan yetib keldi. Allohdan ehsonlaringizni qabul qilishini, molingizga va farzandlaringizga baraka berishini so'rab qolamiz. Alloh barcha ehson qilganlardan rozi bo'lsin. وأن يزيد الله من عطاءاتهم وأن يرضى اللهم عن المحسنين جميعا.